Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Hayit ayyomini yaxshi kutib oldilaringizmi? O'tib ketgan hayit bayramlaringiz bilan hammangizni tabriklayman. Nasib bo'lsa inshaalloh yana yilam shunaqa zo'r kayfiyatda kutib olishlaringizni tilab qolaman. Bugungi video roligim, sababi anchadan beri video rolik ola olmayotgan edim. Bugun sanseveriya gullari haqida bo'ladi. Sanseveriya gullarini ko'paytirilishi va parvarishi haqida bo'ladi. Menda shunaqa sanseveriya gullari bor. Bu yashil uzun sanseveriya gulim. Bu vaynli sort, chetida sariq hoshiyasi bor. Bu ham yashili, silindr, atirgulli, seri, sariq hoshiyasi bor va kichkina va mana bunaqa sorti bor. Sanseveriya gullarini men bundan ancha oylar oldin alohida qilib ekkan edim. Sababi tuvakda juda ham tiqilib qolgan edi, detka bermayotgan edi. Shuning sababidan hamma sanseveriya gullarimni mana shunaqa katta tuvakda bitta kursdan qilib ekkan edim. Hammasini bo'lib chiqqan edim. O'zi uzunlaridan ikki xil sorti bor menda. Mana shu sanseveriyam ham mana bir kurs edi. Mana yonidan bola berdi. Mana bu ham chiqqan yangi bolasi, mana bu ikkinchi, mana bu birinchi chiqqan bolasi. Bu ikkinchi chiqqan bolasi va bu uchinchi chiqqan bolasi manaki. Hamisha men sanseveriya gullarini endi tuvakda ekingizlar deb maslahat beraman. Sababi men buni juda ham ko'p sinab ko'rganman. Mana bu sanseveriyamni ikkita kursda ekkan edim. Mana bitta kursda, mana bu ikkinchi kursda. Ikkinchi kursda mana bu yangi oldidan chiqqan bolachasi bu. Keyin bundagiga ko'rsatadigan bo'lsa, mana bu tomonda ham bitta bolachasi bor. Sanseveriya gullari yoyilib tomir chiqarib, tomirlardan bola berishni yaxshi ko'radi. Shuning uchun hamisha o'zidan ancha katta bo'lgan tuvakka ekishni maslahat berganman. Mana shuning uchun, men chunki sinab ko'rganim uchun sizlarga aytaman. Bu sanseveriyani ham ikki kursda ekkan edim. Mana bu oldidan yangi chiqqan bolachasi mana shunisi. Shuncha katta bo'lib ketdi. Mana bitta, ikkita va mana uchta. Narxlarni hali ko'ra olmadim. Hozircha mana bittadan, bu bitta kattarib ketgandan tashqari mana uchta. Demak, bizda 4 ta sanseveriya bolachasi bor. Bu sanseveriya silindram olganimda o'zi 3 ta 4 ta edi. O'zim katta to'kka ekkanim uchun mana atrofi ham, ichlari ham to'lib ketgan mana. Bolachalari juda ham zo'r bo'lib ko'payib ketgan. Bolacha berishi juda ham zo'r, ko'z tegmasi. Mana bu sanseveriya gulimni men bitta ko'z tekkan edim mana. Yonidan mana bitta, ikkita detka berdi va mana yana beryapti. Va orqalarini ko'rsak, orqasini ko'ra olmayapman, bu yoqqa sura olmayapman. Mana endi o'zidan ancha bo'lgan katta tuvakka sanseveriyalarni ekish natijasi. Bu sanseveriyalarga kelsak, shu sanseveriya bilan umuman chiqisha olmadim, to'g'risi. Hozir ham ahvoli juda ham yaxshi emas. Tomirlari umuman chirib, yo'q bo'lib ketgan edi. Shunaqa одноразовый stakanlarga ekib chiqdim. Tomirlarni ko'rish uchun. Tomirlarni kuzatib ko'rib turaman, tomir qanday chiqyapti deb ekdim. Tomirlari mana, tomir chiqaribdi. Tomirlari umuman yo'q edi. Top-toza qilib ekib olgan edim. Chiritib yubordim. Sanseveriya sal nozikroq ekan, mana shunisini tiliga chop, manaki. Tomirlari chiqibdi. Umuman tomiri yo'q edi, qolmagan edi, chiritib yubordim. Bu sanseveriyalarni menda bosh xo'jayinim olib bergan edi, bitta edi. Ko'pini bariklarini ko'paytirib oldim. Mana bitta shunaqa tuvakka 3 ta qilib ekkanman. Mana bunda ham 3 ta, tagida ham 2 ta 3 tadan bolachasi bor mana. Mana shunaqa ikkitali ikki qavatli tuvaklarga yengil to'proq qilib ekib olganman. Mana buni ham, bular hammasi bitta qaysidir eslolmayapman, bitta bor edi. Mana shu bo'lsa kerak menimcha. Shuni hammasi mana shu bolalar. Undan tashqari ham necha kishiga berganman men. Mana. Voy, anaki. Mayli chiqsa yo'q, tozalab olamiz. Manaki. Mana yonidan bolachasi bor, men barigini ham siqib qo'yganman. Shunchaki barigini siqib qo'ysa bo'ldi. O'zi ko'payib ketaveradi. Mana buni o'zim sotib olganman. Yonidan mana bitta detkasi bor, bitta detkasini
sovg'a qilib yuborganman. Bitta detkasini sovg'a qilib yuborganman ham buni o'zim yaqinimga. Buni hozir tuproqlarni tozalab olaman. Mana bu sanseveriyalarda esa bo'lsa mana bu kichkina barikchalardan ko'paytirib chiqib bitta lyukka qilib ekib berganman. Bundan ham ko'pini sovg'a qilib yuborganman. Mana bu katta detkalarimdagi va mana yana bitta tuvakni to'ldirib ekib qo'ygan. Hali buni natijasi yo'q, lekin hammasi tomirlagan. Bunga pashta 4-5 oy o'tib ketdi. Oziqa berishga vaqtim bo'lmadi. To'g'risi oziqa bersam tezroq detka chiqarar edi. Men o'zi bularni tabiiy yo'l bilan chiqishini xohladim. Mana shunaqa. Bizda 2 kundan beri sizlarda ob-havo qanday bilmayman. 2 kundan beri bizda rosa chang bo'layapti. Shu bugun mana obeddan keyin chang tinib, sal kun quyosh chiqdi. Yomg'ir ham yog'di necha martalab. Shuni hisobiga gullarim juda ham chang. Keyin ham suv sepkich brizilkamni kichkina o'g'lim Muhammad Amin buzib qo'ydi. Shuni hisobiga suv ham sepolmayapman. Shu gullarim kichkina bariklari xunukroq va chanqaganroq holatda mana barglariga suv sepib tursa tez bariklari namlanib chiroyli holatga kelib turadi. Endi sanseveriya gulining eng erkatoy guli mana shu gulni haqida gaplashamiz. Usullari yaxshi, juda ham zo'r. Mana kecha changda holati bu juda ham chang. Usullari zo'r, har tomonlama zo'r, lekin bu gulimda umuman bolacha berish niyati yo'q. Bu gulim juda ham o'zini yaxshi ko'radimi, o'zini juda ham sevadimi, umuman bola berish niyati. Lekin usullari yaxshi, bariklari zo'r, holati ham katta. Peshni menimcha bu tuvagi juda ham torlik qilyapti. Shuni hisobiga menimcha bolacha bermayapti deb o'ylayman. Shuncha hozir buni men ajratib olmoqchiman. Alohida tuvaklarga ekib, buni sinama qilib ko'rmoqchiman. O'zi mana buni yonboshdagi bargini olib ko'paytirishga qo'ygan edim, lekin buni natijasi o'zini avlodini ko'paytirib bera olmas ekan. Mana oddiygina mana bunaqa sanseveriya chiqdi mana. Mana shu chetida kichkinani katta mana shunga o'xshagan katta bargini ekkan edim. Natijasi mana shu oddiygina. Xullas kalom bargidan ko'paytira olmas ekanmiz. Bolacha bermayotgani hisobiga mana shunday qilib ko'paytirib olmoqchi edim, lekin o'zini avlodini bu yo'l bilan ko'paytirib bo'lmas ekan. Shuning uchun endi bo'lak qilib olaman. Mana bu yarmi qurib ketgan. Mana endi hozir bu nozanin go'zal tannos xonimizni bo'lib olamiz. O'zi bitta tuvakkaki juda chiroyli holatda turibdi, o'zi peshne bo'lib, lekin buni bo'lib olmasak bo'lmaydi. Hozir bu nozani tannos xonimni bo'lib olamiz. Hozir. Bismillahirrohmanirrohim. Mana shunaqa qilib, tagida qani detka berishi qanday, tomirlari qanday, detka berib boshladimi yo'qmi bilmasak bo'lmaydi. Shunday ichim siqilib ketishim ko'paymayotgani uchun mana tomirlari to'lib tiqilib o'syapti mana. Shunday qilib ajratib olamiz. Shunday qilib ajratib olsak, mana detka berishidan umuman asar ham yo'q. O'ylab ham o'tirgani yo'q bu kishim detka berishdi mana aka. Aytayapman-ku, bu o'zini juda sevadigan, juda yaxshi ko'radigan gul ekan. Detka berishni xohlamaydilar. Qaysi yo'l bilan ko'paytirsak? Endi bitta yo'limiz shu, xuddi mana boshqa sanseveriyalarga o'xshatib enroq kattaroq tuvaklarga ekib olamiz endi mana. Xayoliga ham kelmadi mana. Ko'payish. Faqat o'zlarini sevib, chetib katta o'ssa bo'ldi ekan bu kishi. Mana aka. Endi bunga hozir tuvak tanlaymiz. Bitta tuvagi o'zi bo'lsa, bitta tuvagi mana tagidagi tuvakka ekib olaman. Mana shu tuvakka ekib olaman. Mesela chiroyliroq tuvaklarim meni umuman qolmadi. Hamma tuvaklarim egali. Bitta tuvak mana shu. Hozir shu uchalasiga ekib olaman. Videomiz juda uzoq cho'zilib ketyapti.
Mana gullarim mana shu holatga ekib oldim. Kichkinasini shunga ekdim. Mana tuvaklarni tozalab oldim. Yana bir cho'mildiraman. Mana bu o'rtanchisini shu oq tuvakka ekdim. Kattarog'ini shu tuvakka ekdim. Endi shundayga endi bir ko'raylikchi, balkim endi xuddi mana bu sanseveriyalarga o'xshab yonidan chiqarib ko'payib boshlar. Ko'rsatganimdek heli orqasida turgan barigidan ko'paytirib ko'rdim, natija bo'lmadi, o'zidek bo'lib o'smadi, eng oddiy chiqdi. Sanseveriya gullari xuddi shu bargini kesib tiqib qo'ysangiz, o'zi xuddi mana bunaqa bo'lib peshne bo'lib o'sib, to'lib o'sib ketadi. Buyog'i endi olib keta olisham, o'sib ketisham o'zimizning qo'limizda. Xullas, mana shunaqa qilib ajratib oldik. Endi yonidan detka berishini kutamiz. Agar shunda ham detka bermasa, boshqa yo'lni o'ylab ko'rib qilishimizga to'g'ri keladi. Bugungi tayyorlagan video roligim shundan iborat edi. Video roligim juda ham cho'zilib ketdi. Sanseveriya gullarini aytmoqchi, chanqatib suv berasiz. Tagi juda ham qurigandan so'ng suv beraman men hamisha. Barglarni tez-tez artib tozalab turasiz. Menda kechadan beri chang bo'lgani uchun barglar hammasi chang holatida. Bizda juda ham chang bo'ldi. Yomg'ir ham yog'di, lekin chang nihoyatda ko'p bo'ldi. Shuni hisobiga gullarim o'ta chang bo'lib ketdi. Mana bu sinib ketgan aloy gulimni shundaygina tiqib qo'ygan edim. Hozir o'zim ham ko'rib hayratda qoldim. Shuncha tomir o'sib, yana tagida detka berishga ham ulguribdi. Buni hozir kichkinagina stakanchaga o'xshagan tuvakka ekib olaman. Yoniga suqib qo'ygan edim shu gulimni. Tomirlab o'sib ketibdi. Bugungi tayyorlagan video roligim shundan iborat edi. Videom yoqqansa like bosingizlar, obuna bo'lishni unutmangizlar. Xayr, sog' salomat bo'lingizlar.